Assalomu alaykum. Bugun mana 15-yanvar. Xo'p, soatimiz kechki soat 6:20. Birgalikda haydovchilik guvohnomasini olishga yana bir qadam tashlaymiz. Xudo xohlasa, albatta yaxshi niyatlar bilan haydovchilik guvohnomasini birgalikda olamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qani bo'lmasam boshladik. 20 ta test har doimgidek. 25 minut vaqt boshladik. Xo'p, birinchi savol: sizga ko'rsatilgan joyda yengil avtomobilga to'xtashga ruxsat etiladimi? To'xtashga. Menimcha yo'q. Qatnov qismini to'sib qo'yamiz ekan, yo'q. Xo'p, ikkinchi savol: ushbu holatda siz bajarishingiz lozim. Rasmga e'tibor beramiz, znaklarga e'tibor beramiz, stop. Xo'p, endi boshqa transport vositalari bo'lmasa to'xtamasdan o'tib ketish, belgi oldida to'xtash, to'xtash chizig'i oldida to'xtash. To'xtash chizig'i oldida to'xtash. Xo'p, uchinchi savol: kunning yorug' vaqtida aholi punktlaridan tashqarida quvib o'tilayotgan transport vositasi haydovchisining e'tiborini qanday jalb qilinadi? Faqat chiroqlarni yoqib o'chirish bilan, sinab o'tilgan barcha usul bilan va ularni birgalikda qo'llash bilan faqat osh. Menimcha ikkinchi javob to'g'ri. Xo'p, oldingi savollarimizda ham ko'p tushgan. Bu javob: to'xtab turish qoidasini kim buzdi? Yengil avtomobil. B. Xo'p, 5-savol: tormoz tizimi ishlamaydigan avtomobilning vazni sizning avtomobilingizga yarim vazndan og'ir bo'lsa, shu shatakka olishga ruxsat beriladimi? Taqiqlanadi. Xo'p, yengil avtomobil qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, menimcha istalgan yo'nalishda. 7-savol: qaysi yo'l belgisi qayrilib olishiga ruxsat beradi? Hop. Menimcha barcha. Xo'p, endi yo'nalishli transport vositasi bekatidagi tashqarida yo'l chetida qo'zg'alayotgan yo'nalishli transport vositasi yo'l berishi kerakmi? Yo'nalishli transport vositasi bekatdagi tashqarida yo'l chetida yo'q. Yo'l berish kerak emas. Ushbu yo'l belgisi ta'sir oralig'i sizga odam tushirish, chiqarishga yoki yuk ortish, tushirishga ruxsat etiladimi? Ha. 10-savol: burilish ko'rsatkichi bilan burilayotgan ogohlantiruvchi ishora qachon to'xtatilishi kerak? Manevr bajarilgandan so'ng, darhol, manevr bajarilayotganda, manevr bajarishdan oldin. Xo'p. Endi harakatlanishga ruxsat berildi. Qizil va sariq avtomobilga. Qizil, sariq va yashil avtomobilga. Qizil, ko'k va sariq avtomobilga. Menimcha shu. Qizil va sariq avtomobilga ekan. To'g'ri yo'nalishga ekan. Bitta xato qildik. 12-savolga yetib keldik. Ushbu belgi oldinda transport vositalari tirbandligi haqida ogohlantiradi. Oldinda transport vositalari orasida xavfsiz oraliqni ta'minlash haqida ogohlantiradi. Oldinda harakatlanish serqatnovligi haqida ogohlantiradi. Xo'p. Ikkita xato qildik. 13-savol: quyidagi belgilardan qaysi biri haydovchi va boshqa xavf-xatarlar to'g'risida ogohlantiradi? Bu savol oldin ham tushgandi. To'g'ri javob C.
Xo'p, endi hozir mana ikkita xato qildik. Xo'p, 15-savolga yetib keldik. Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoq yo'nalishi yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan transport vositasini haydovchisiga kim yo'l berishi kerak? Qarshi yo'nalishdagi to'g'ridan yoki o'ngga harakat qilayotgan transport vositalariga. O'ngdan kelayotgan transport vositalariga. Boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish kerak. Xo'p, 15-savol. Bu savol kecha ham tushgandi. Xo'p, yo'l transport hodisasi bu yo'l harakatlari qatnashchilari yo'l transport hodisalari va ularning oqibatlaridan himoyalanganlik darajasini aks ettiruvchi. Ikkinchi javob to'g'ri. Xo'p. Albatta, real imtihon test markazlarida ham shu takrorlab boraversangiz, mana shu savollar tushib qolishi mumkin. Mana menga shu savol 3 va 4-marta tushishi. Moped haydovchisiga ruxsat beriladi. Faqat yo'l yoqasida harakatlanishga, agar piyodalarga xalaqit bermasa, faqat yo'lning chetida o'ng bo'lagi tomonida. Barcha sinab o'tilgan hollarda. Javob to'g'ri. 17-savol. Ushbu yotiq chiziq nimani bildiradi? Albatta, sun'iy yo'l notekisligi, velosiped yo'lkasi, yo'nalish taksilar. Sun'iy yo'l notekisligini bildiradi. 18-savol. Siz chorrahada chapga burilish qaysi transport vositalariga yo'l berishingiz kerak? Xo'p, qaysi transport vositaga? E'tibor beramiz. Biz bu znakda mana sariq tagida turibdi. Ikkinchi znagimiz. Albatta bizniki asosiy yo'l. Biz hech kimga yo'l bermaymiz. Biz birinchi burilamiz. Hech kimga. 19. Bosh miya jarohatining asosiy omillari. Xo'p, yuqorida ko'rsatilgan, chunki bu savol ham juda ko'p tushdi. Yotib ketdi bizga javoblari. Yuqorida barcha holatlar. 20-savol. Bu ham tushgan. Xo'p, ushbu ko'rsatilgan yo'llarda nechta qatnov qismiga ega? Chapdan bittadan, o'ngdan ikkitadan. Shu javob. Xo'p. Natija asosiy oyna. Tabriklaymiz. Imtihondan o'tdik. Albatta, bu telefonda shug'ullandik. Real imtihonda ham shunaqa o'tib, xursandchilik bilan chiqib ketishingizni so'rab qolaman. Barchalarga rahmat. Endi hozir umumiy tarixdan ko'rib qo'yamiz. Xo'p, 20 tadan 18 ta topibmiz. Barchalarga shunaqa yaxshi natijalar tilab qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Birgalikda Xudo xolasa, albatta haydovchilik guvohnomasini olamiz. Kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang. Rahmat hammalarga.